Men palishga sal uzoqroq olibdini. O'ynayotgandim. Unaqami? Hop, nima qilish kerak? Savol berishim kerak, siz javob berishingiz kerak. Hali boshlanmadimi syomka? Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Chunki zamon o'zgargan. Odamlar o'zgargan zamon joyida. Lekin bizlarning oldimizda unaqa odamlar yo'q, bilmadim. Sizlar qatdan topasizlar? Yovvoylar mana. Yovvoyi. Iltimos, antenna qo'yib beraylik, shu tug'ma связи yo'q. Nimaga internet silab ishlaydi? Bilmayman. Oli o'shani olib kelib. To'g'risini aytsam, farosati yo'qda. Nimaga bugungi kunda yoshlar kattalarga salom bermayapti? Oilaviy tarbiyasizlikdan bo'lsa kerak balki. Yoshlar tarbiyasi bo'lib ketyapti-da. Biz beramiz lekin. Farosati yo'q, hurmat qilmayapti-da o'shaning uchun. Hurmat qilmagan uchun salom bermaydi. Kattalar qanaqadir kibrroq bo'lib qolganda salom bersa hali olmayapti. Unaqa, uyalishadi balki. Yo, men beraman. Betarbiya bo'lib ketadi. Yoshlikdan tushuntirilmayapti. Ota-ona, maktabda. Bizda viloyatda masalan salom berishadi. Yoshi katta odamni ko'rsa assalomu alaykum deb o'tib ketishadi. Hammani o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Bilmadim, muhit hozir shunaqa bo'lib qoldi-da. Ba'zi bir katta odamlar ham misol uchun birinchida salom berasiz, alik olmaydi. Keyingi safardan keyin, demak salom bersam, alik olmas ekan deb ikkinchi safardan balkim shunaqa bo'lib ketar. Ko'p holatlarda kuzatyapman. Kattalar ham alik olishmasdan o'tib ketishadi salom berishsa yoshlar. Keyin shunaqa paytda salom bergisi kelmay qoladi. O'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, menda yoshligimda yoshi kattaroq kishiga salom berganimda alik olmagandi. Keyin o'shandan keyin bermayman. Unisini bilmayman. O'zi yoshi kattami, yoshi kichkinami salom berish kerak. O'zida bo'lish kerak odam. Kuchli savol bo'ldi. Avvalambor javob beramiz. Biz beradi lekin salom bilmadim qo'yganlarni biz beramiz. Bu tarbiyaga bog'liq deb o'ylayman avvalambor. Hammamiz shunaqa salom beramiz, lekin bizlarning oldimizda unaqa odamlar yo'q, bilmadim. Sizlar qatdan topasizlar? Xulq-atvoridan, tarbiyasidan kelib chiqib menimcha. Siz notanish yoki yoshi katta insonlarga salom berasizmi? Ha, har doim beraman. Yo'q, faqat so'rab olaman. Har doim beraman. Ha, men har doim salom beraman. Men aytaman, hech kimga bermaydi salomni. Sizchi? Nima? Siz ham salom Men berasiz. salom beraman, конечно, men уважение qilib, men bunga bilan salom berib ko'rishman. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Albatta. Ha, albatta, salom berish bu hurmat. Ko'p hollarda yo'q. Menga farq qilmaydi, yoshi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, avval birinchi bo'lib salom beraman. Yoshi kattalarga beraman.